akalar, shu 2008-yil mashinada sport rejimlarigacha bor ekan. Akalar, sizlarga yaxshiroq inomarka so'rayotgandim deylar. Mana sizlarga Volkswagen Passat bo'ladi akalar. Чистый nemetskiy mashina akalar. O'zimizning jemdan to'yganlar bemalol akalar haydasanglar bo'ladi. Gentra'ning o'rniga ham, Nexus 3 o'rniga ham, Cobalt o'rniga ham bemalol o'tib ketadi bu mashinamiz. Endi salon qismlarini ko'rsataman. Mashinamiz 2008-yil eng full pozitsiyada bo'ladi. Lyuklargacha mavjud. Hop, cruise control bor, climate control bor, ikkita sideniyada abagrev ham bor. Zavodskoy. Shtorkalargacha bor ekan akalar. Mashalloh. Har nemislar akalar nima deysizlar o'zingizlar kommentariyada yozib olasizlar. Mashina bitta arsakda like bosib qo'yasizlar. Haydaganlar bitta kommentariyaga sizlar ham yozib qo'yinglar. Mana shu yerda sal o't betiga qarab oladigan joy bor. Lekin holati yomon emas. Kelasizlar bemalol tekshirib olasizlar akalar. Akalar, shu mashinani sizlarga $7800 akalar bosib olinglar. Bemalol bizlarni kuzatishda davom etinglar. Arzon yoki qimmatmi kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Yillari 2008-yil mashinamizdan 253 ming probeg ekan akalar. Mashinamiz xudo xolasa yaxshi holatda deyapti. Hadovoy motor korobkalarda hech qanaqa ishi yo'q. Bemalol kelib telefon qilaverasizlar. Baraka qilaverasizlar. Salomat bo'linglar, bizdan kuzatishda.